Voy qizlar, mana buni asalligini qaranglar, вообще chiroyli ekan. Menga juda ham yoqdi va sizlar bilan ham bo'lishkim keldi, obzor qilib bergim keldi. Ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli. Mana bularni qaranglar, naklenkalikda. Yusinglar ham hech narsa qilmaydi. Achaka qismlari bo'lsa, shunaqa pistonli qilib ishlangan ekan. Rasvetkalarni birin-ketin ko'rib chiqamiz. Shunaqa oppoq, hamma sevadigan rasvetkasi ham bor ekan. Eslatib o'tmoqchiman, razmeri standart, oversize stilda turadi. Standart bo'lishiga qaramasdan 42 razmerdan 52-54 gacha bemalol keladi. Lekin вообще chiroyli turadi qizlar, kiyganinglarda. Bunaqa varianti ham bor ekan, shirin turadi bu ham. Keyingi rasvetkasi, ko'rishinglar mumkin. Kelinglar, buni orqasini ham ko'ramiz. Orqasida ham shunaqa yozuvlari bor ekan. Keyingi rasvetkamiz. Ko'rasizlar, mana bilan jinsilar bilan kiysanglar вообще asal turadi qizlar. Rasvetkalari ham o'zi bir-biridan chiroyli rasvetkalar ekan. Narxlari 180 ming so'mdan eng kamida 300 ming sotilishi kerak, lekin